2020 gram kaliy nitrat eritmasida 202 gram tuz bo'lsa, eritmaning foiz konsentratsiyasini aniqlang. Berilishini yozamiz. Demak, kaliy nitrat eritmasi ekan, kaliy nitrat va suv bo'ladi. Shunda kaliy nitrat eritmasi bo'ladi birgalikda. Demak, kaliy nitrat tuz 202 gram ekan. Tuz bu kaliy nitrat. Eritma umumiy 2020 gram ekan. Foiz konsentratsiyasini toping degan. Foiz konsentratsiyasini topish bo'lmasa, massa 1 massa eritmaga bo'lamiz. Massa 1 bu yerda tuzni massasi, kaliy nitrat massasi 202 gram. Buni formulada ishlasa ham bo'ladi, proporsiyada ishlasa ham bo'ladi. Formulada bilan ishlab ko'ramiz, keyin proporsiyada ham ko'ramiz. Massa 1 o'rniga demak tuzni 202 gram qo'yamiz. Massa eritma 2020 gram. Demak, 202 ni 2020 ga bo'lamiz. 202 lar qisqarib ketadi. 1 0 bilan 10 bo'ladi. 1 10 ga bo'lsa 0.1 bo'ladi. Bu qismda chiqdi. Qismdan foizga o'tish uchun 100 martaga farq qiladi. Qism bilan foiz. Qismdan foizga o'tish uchun shuncha 100 ga ko'paytiramiz. 10% chiqadi. Demak, formulada topdik, foiz konsentratsiyasi 10% chiqar ekan. Kaliy nitratda eritmasidagi o'sha kaliy nitratda foiz konsentratsiyasi 10% chiqar ekan. Endi proporsiyada ishlab ko'ramiz. 2020 gram hammasi, eritmani hammasi, shuning uchun bu 100% da. Demak, 2020 gram 100% da bo'lsa, erigan mudda 202 gram. Necha foizda? Ya'ni tuz proporsiya topamiz. X topish uchun 202 ni 100 ga ko'paytiramiz va 2020 ga bo'lamiz. 202 bilan 202 qisqarib ketadi. 0 bilan 0, 10 0 qoldi, 10%. Bir xil formula bilan chiqyapti. Demak, foiz konsentratsiyasi 10% ekan. To'g'ri javob B varianti.